Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bizni kuzatayotganlarga pechkalarimiz bitib qoldi. Mana sizlarga bir qator o't yoqib, bog'ichlarni qurityapmiz, ko'rsatib o'tamiz. Mana pechkamizni g'ishlari quriyapti, o't yoqyapmiz. Mana pechkamizni tepasi mana bu kile surkab qo'ydik. Bu yerga kafil bo'ladi, временный kile surkab qo'ydik. Suvoqdan keyin kafil bo'ladi. Tepalariga bilan gul ochib, qizil g'ish, o'zimizni sari g'ishdan aralashtirib qildik. Mana qizil g'ishlari rossiyskiy g'ish, Rossiyadan kelgan 60 so'mdan bir shtugi. O'shda sotadi buni. Sari g'ishlari o'zimizni g'ishlar. Mana g'ishlari quriyapti, mana o'tlar hozir yonyapti. Bu pechkamiz 2 etajda isitadi. O't yonadigan joylarida o'tga chidamli g'ish bor, огнеупорный g'ish, kirpich. Uni bir donasi 100 so'mdan turadi. Undan bir 20 tacha ketadi. Mana gullarni ochib, chiroyli qilib zakazga qilib beramiz. Pechkani tepa tomoni, uni tozalaydigan eshikning atrofi suv oladi u yer. Bu yerga g'ish yetmadi. Yana suvab nima qilib tasharadi. Orqa tomonini oxirigacha qizil g'ish qilib qo'ydik. Mana o'sha qurishga kelib qolibdi, duxovkaning atrofi quryapti ekan. Mana o'sha 3 ta duxovka tushdi. Ikkita kichkina, bitta o'rtasidagi katta non pishirsa bo'ladi. Tepa tomonini karniz qilib, bunaqa gulli qilib, chiroyli qilib chiqardik. Eng pastida mo'risini, xotlarini tozalaydigan eshiklaridan bittasi eshigi bor. Pechkani g'ishlarini sho'ri chiqyapti. Chiqqandan keyin kola bilan yuvib, sho'rini, shaltag'ini yuvib turib, g'ishni propitkasi bor. Propitkasini berib qo'ysa ham bo'ladi, yuvib bo'lgandan keyin bermasa ham bo'ladi. Propitkasi nam tortkizmaydi g'ishtni. Ovqat qilganda sut to'kiladi, shu nam tortmay turadi. Ikkinchi etajini ko'tarilib ko'rsatamiz. Ikkinchi etajiga chiqqanda bu yerda ikkita xona bo'ladi. Ikkinchi etajda ham ikkita xonani bemalol isitadi. Mana bu bitta tomoni, ya'ni katta komnatani isitadigan tomoni. Bu tomonda ham bitta mo'risini tozalaydigan очистной eshigi bor. Ikkinchi etajda isitish uchun shu temirdan duxovka yasaldi. Temir duxovkaning ichida bitta katta dimovoy yashigi bor. Undan keyin 3 ta kanali bor. Mo'ri to'g'ridan to'g'ri o'tib ketmaydi. Tutunlari, ya'ni bitta dimovoy yashikka to'planadi. Undan keyin 3 ta kanaldan tepaga chiqadi. Bitta kanaldan tushib, chiqib, keyin oxirida chiqib ketadi. O'shini oladigan bo'lsak, tepada 4 ta. Bu tepani перегородка bo'ladi, uyda o'rtasida suv olib tashlashadi. Temirdan g'ishga issiq o'tmaydi, orasida yopiq, issiq o'tmaydigan qilib yopganmiz, devorga zarar yetmasin deb. Mana bu bitta kanal, bu yerda ikkita kanal, mana svarka bo'lgan izlari ko'rinib turibdi mana. Bu yerda 3-kanal, tepasida bitta kanal, pastida bitta yashigi bor. Kelajakda mana yerda lestnitsa bo'lib, plashatka bo'lib, bu yerdan ichkariga ochiladigan eshik bo'ladi va xo'p, pechkaga necha pul ketdi deganlarga, pechkamizga 300 ta qizil g'ishdan, rossiyskiy g'ishdan, 400 ta o'zimiz oddiy g'ishdan, 20 ta огнеупорный g'ishdan ketdi. Temir tezak usta haqqisi hamma yog'i ichida bo'lib turib 75 ming so'm ketdi. 75 ming so'mga mana qizil g'ishdan chiroyli qilib zakaz qilsanglar qilib chiqarib beramiz. Mana bu yerda ovqat qiladigan bo'lsanglar, hidi, ya'ni pildiroqlarni ochganinglarda tutuni tepaga chiqib ketadi. Mana ichi katta ochiq bo'ladi mana. Tepada zadvishkasi bor, mana bu yerda zadvishkasi bor. Ovqat qilganda ochib, tugaganda yopib qo'yadi. Ovqat qilib bo'lgandan keyin yopib qo'yadi.